Milliy sertifikatga taalluqli bo'lgan test berilgan tenglama ildizlari uchun quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri deyilgan? Birinchisida ildizi irratsional sonlar deyilgan tenglamani, ikkinchisida ildizlari murakkab sonlar deyilgan, uchinchisida ildizlari kasr sonlar, ildizlari tub sonlar degan 4 ta berib qo'yilgan javob. Qaysilari to'g'riligini biza topishimiz kerak. Xullas, tenglamani ildizini topganimizdan keyin bu ma'lum bo'ladi. Endi tenglamani yechishga o'tdik. Biza vaqtdan yutish maqsadida mana buni o'zimizga sodda qulayroq holatga o'tkazib oldik. Ya'ni x kvadrat plus 4x plus 4 qildikda plus 16 qilib yozdik 20 ni o'zini. 8 ni ildiz 2 ko'paytiruv 4 qilib yozib, 4 dan 2 ni ildizdan chiqarib yozdik. Yozganimizdan keyin mana bu to'la kvadrat holat keldi. Bu qismini o'ng tarafga o'tkazib 16 ni qavsdan chiqardik. Endi tanlov yo'li bilan birinchi ildizni topishimiz mumkin. Misol uchun x o'rniga 2 bersam men bu ildizdan chiqadi. 2 ko'paytirib 2 bo'lib 4 bo'ladi. 4 dan 2 chiqadi. 2 ni 1 ni ayirsam 2 dan 1 chiqadi. 16 ga ko'paytsam 16 chiqadi. X o'rniga 2 qo'ysam bu ham 16 chiqadi. Demak, bitta ildizi x1 teng ekan, 2 ekan. Bitta ildizni tanlov yo'li bilan topdik. Endi qolgan ildizlarni qanday qilib topishimiz mumkin? Bitta ildizi borligini topdik. Javoblarda tub son degan javob bor, lekin A, B, C, D javoblarda tub songa qo'shib bitta javobni bergan joyi ham bor. Shuni e'tiborga oladigan bo'lsak, demak, bitta ildizni topganimizdan keyin ikkinchi ildizni qidirishimiz kerak. Endi grafik usuldan foydalanaman. Y barobar yozaman. X plus 2 ning kvadratini grafikini chizishim kerak. Va y barobar qilib turib, bu qism 16 ildizda 2x minus 1 ni grafiklarini chizishim kerak. Ikkalasini bitta Descartes koordinatalar sistemasi chizishim kerak. Men sxematik tarzda chizmasini ko'rsataman sizlarga. Shu vaqt olmaslik uchun. x. Buniki x ga minus 2 bersam 0, mana bu betlarda bo'ladi. Xo'p, 2 da ikkalasi ham 4 16 bo'lgan, mana bu betlarda bo'ladi deylik mana. Burada bo'ladi deylik 16 ni. Sxematik tarzda chizyapmiz. Grafi bundoq ketadi. Endi daftarga sizlar qiymat berib chizsanglar, to'g'riroq chiqadi mana. Mana bu 2. Ikkalasini grafikga kesishgan nuqta. Endi bundan 0 dan kichkina qiymat bera olmayman. Chunki ildiz uchun manfiy bu. 0 berganda minus 16 bo'ladi, ho, yo'qlarda bo'ladi. 1 berganda ildiz 2 minus 1 bo'ladi. Ildiz 2 dan 1 4 taxminan chiqadi. 1 olsam 0 4, 0 4 ni 16 ga ko'paysam 6 yu 4lar atrofi chiqadi. Bu 6 yu 4lar bo'ladi. Bundoq ketadi bu endi. Mana bu yerga keladi. Yo kesib o'tadi buni, yo shu yerda urinib o'tib ketadi. Mana shu x teng 2 da urinib o'tib ketadi, yo kesib o'tib ketadi. Mana bundoq chiqib ketadi. Yo kesib bundoq bo'lib o'tib ketadi. Uni bilmaymiz. Agar urinib o'tib ketsa, bitta ildiz bor bo'ladi. Boshqa ildiz yo'q bo'ladi. Tegib o'tib ketsa grafa, buni grafasi, bu buniki. Agar kessa, ikkinchi ildizni qidirishimizga to'g'ri keladi. Endi urinib o'tib ketadimi, kesib o'tadimi, qanday aniqlasak bo'ladi? Mana shu ikkalasining umumiy nuqtasiga urinma o'tkazganimizda, mana urinma o'tkazsak, qayerdandir o'tadi bu urinma, bundoq qilib qo'yaman. Shu urinma ikkalasi uchun umumiy bo'lsa agar urinib o'tadi, xolos, kesmaydi. Demak, mana bu y barobar x plus 2 ning kvadrat funksiya bilan y barobar 16 ko'paytiruv ildizda 2x minus 1 funksiyalarga ikkalasi o'sha tekkan joy, funksiyaning grafikalari kesishgan joy deylik yoki tekkan joy deylik. Shu tekkan joyda, kesishgan joyda urinma o'tkazsak, ikkalasini urinmasi shu nuqtadagisi bir-biriga teng bo'lsa, bu o'zaro urinib o'tuvchi funksiyalar bo'ladi, bitta umumiy nuqtaga ega bo'ladi, xolos. Shuni endi chizishimiz kerak. Demak, buni chizishga o'tish uchun x0 ni barobar 2 qilamizda, x0 barobar 2 nuqtada y barobar x plus 2 ning kvadratiga ham, y barobar 16 ko'paytiruv ildizda 2x minus 1 ga ham urinma o'tkazishimiz kerak. x0 barobar 2 bo'lgan nuqtada y barobar x plus 2 ning kvadratiga o'tkazilgan urinma tenglamasi 8x chiqsa y barobar. Ikkinchi funksiyaga ham x0 barobar 2 da o'tkazilgan urinma tenglamasi 8 ga teng chiqdi. Demak, ikkala funksiya shu urinish nuqtalarida o'zaro urinib o'tib ketar ekan.
Ya'ni urinma tenglamasdan foydalandik. Demak, tenglamaning bitta yechimi bor ekan, u ham bo'lsa faqat 2 ni o'zi. X barobar 2 da ikkala funksiya ham urinib bir-biriga o'tib ketar ekan, kesishmas ekan. Shuning uchun bitta yechimga ega ekan. Berilgan tenglamamizda ildizi 2 chiqdi, 2 tub son, shuning uchun D javob to'g'ri bo'ladi. Bu masala professional ikkinchi qismida olindi.